Blogerlar hayotida faqat yaxshi narsa bo'lsa olib chiqadi deysizlar-yu. Men hozir yomon narsani olib chiqmoqchiman. Abdulloh. Alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Men o'g'il bola jiyanimni ham, qiz bola jiyanimni ham telefonni olib qo'ydim. Nima olib qo'ydim telefoninglarni? Maydatda baholarni tushib ketganiga. Da, o'qituvchi telefon qildi, ikkalasini bahosi tushib ketgan, telefon bilan rostdan aynitgan yoki men kontrol qila olmaganman, bilmadim. No jazoni bular oladi, telefon ishlatmaydi bular. Balki shu Instagram aynitgandir, bilmadim. Maktabda yana ko'p kakaniyalar qilib qo'ygan. Bu qolganlarini ham aytaymi? Tillakani, boshqalarni. Yo'q. Ularni aytsam, shunaqa so'kasizlar bu bolani qilgan ishlariga. Mani jiyanlarim zo'r ikkalasi, tarbiyali deb maqtanib chiqmayman. Da, hozir tarbiyasi buzilib qolgan. Men shu narsani ham ko'rsatolman sizlarga. Borri bor, yo'qni yo'q deymiz. Hozircha yo'q bizda. Yaxshi tarbiya, yaxshi narsalar, to'g'rimi? Bo'lib qoladi, xudo xolasa. Baholarimizni to'g'rilaylik, yaxshi bola bo'laylik, o'lay. Voy, ana, bu videolar qilganda zo'r gapiradi bu. Endi kulminatsion nuqta. Podpischiklaring bilan xayrlash. Boshqa Instagram yurg'izmaysan, videolar qo'ymaysan. Voy, nimaga? Telefoning yo'q-ku, qayerdan qo'yasan? Qulog'ingdan qo'yasanmi video olib? Yo'q, telefoningizni olib turaman, xo'p desangiz. Nima deysizlar? Shans beramizmi bunga?